dostlar, çoğularımız illet düzenligice, millet düzenmez deb pekme toğru eğitim. Ali bilim yurtlarında okuatkan bizdeki studentlar aşı kiçikini sevenlikler tüfeğinden bazı özümüzge nurgun avarçılıklarını kipalımız. Aldıq günü Axbarat Hamdis İnstitutu ötküzülgen faaliyet görgen bolsa, hemmimizin köldürüp, teliqtirip koygan Arıslan bilen Ekber, belki hemmimizin yadında olsun gerek. Ular bugünkü faaliyetimizge bir iddia tayarlap yaptık. Kini Arıslan Ekber sehniyi merhamet. Ben şunda yapıldan olmuş mağazada büyük faaliyet şunda mühim faaliyet keçip kılış bombayda tutarsak ben de hatırlayacağım bu ben sadece birinci beri şehirden tördün arası oturup durmadı etti ben bu kep oldum mağazası özgür karşı görünmedi bana ne gibi ketken bu adaş Astagfirullah mahtetçilik görüyorum yani keçip kalkma emas mı endi bunu nime desem bu da yaxshi bir amal tapay ama aman ha taptım Arslan Vay, kada olan adış kap bolgan bit ya. Ha, yalğan çadaşkan sadece. Vay, boldu ya. Ya, men mersin saqlab qil, yerim kim boldu ya. Yerim kim? Ha, degan qilmay kelibsan da. Dash, uni qo'yaman, nemicha kechib qolaman, qani o'taq mehmonlar bir degina. Adam bunda qaplashdan ochiq yo'q. Mana shu bugungi numarimizni o'ylab chiqam. Mush numarimizni nima tema numar olsak bo'ladi? Shunda qilib adat bugunmish faoliyatimizda nima tema numar olaymiz o'qadi. Dash, numarimizning temasi ajoyib juma. Ajoyib. Degina dash. Numarimizning temasi illat tuzansa, millat tuzanmas. Adam, millat tuzanmas? Ha. Adash, bu temaga bo'lib kelgan bu tema numarni saqlab qat'iy bo'lmaydi. Nima? Buradan tepkisini iş bulmaydı. Adaş, ben aldırama seni keçikişirsin düzeltken ki onun için bu toğla kapsız kısa kulağım ki. Ya adaş. Millet hepsi öğrenip çıksan, candaşak değil mi? Sizler kırmamdan zaten. Vay, çapçak mı lan? Bol diye, ben bir gün daha Müslümin numaralarını karar koydum. Vay, kim sözgerdin bu? Adaş, qara, azmış aramızdan bağı sana o'xshash o'z illatdan qolmayotgan do'stlarimiz zo'rg'a degina. Bugun mushbaliyatdan foydalanib bosh do'stlarimiz o'zining illatdan qolishga bir fursat yetib qolsak, hech faqat yuziga yaxshi olsa, hatta magi kongoda hamsiz qurqiyatni astab numunimizni boshlaydi. To'xta adash. Boshlashdan birimiz bir ko'z shubish tanladi. Ko'z shubish. Ha, ko'z shubish. Aha, sen gamda jamiyatni tanishapsizmi? Jamiyatni gapirish. Jamiyatdagi çok ham murakkab. Ikkalamiz jamiyat saqlanayotgan illatdan bu yerga so'zlab kelgan bo'lsa qadar so'zlab tushunmaymiz degan. To'g'ri. Endi qanday qilamiz? Adash, men ikkimiz o'quvchi bo'lganligina. Mushu maktabimizni ko'chirib o'tsa qanday deysan? Maktab? Ha, maktab. Qiziqgan sanmada bu maktab butunlay oliy maktab o'quvchi tursa, bu oliy maktab o'quvchilardan illat topmoqsa, test to'xtab qolamiki? Canım, adash, shu oliy maktab o'quvchilarining nurg'un illatlar saqlanmoqda deyman. Qanday deysan? Masalan, adash, artist bir ko'rish misollar. Ko'rish misol. Ota-bolalarimiz buqaga shunday ism so'zlarimiz bor. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Mal muşluq oqsayt bir turaylik so'zlarni ishlatmaylar, kasgan masallarni qiliqlarini ko'rgan bo'lsa adash ko'rsatdik. Ha, ism keldi. Diganchilikdan diga olamay. Ama ben tutun qilsak fajatim. Shu qo'g'irchoqlar oshmashlar marab otadimga. Rastlaysa adash keçib ko'rishlar bor. Ya adash, lekin bu yerda odat bir xil ko'rishlar bor. Buni ko'rishish yoki ko'rishamasga tutmay qolgan bir xil. Bilgansan? Buni umr keladi, shart. Yapan işlep bağlamasını alamet köpüşte bakken ki adaşlarımızda. Adaş, yani kandallarda saklanatınızda. Adam cemiyetimizin terakkiyatı hareketi yani bir yeni illetlerini şeklinde sözü sokta. Muş alimette fokusunu anımız yansın taşında mı? Belki ama bıraktım yansın İslam komutaslarımız yansın ilvağalık damlık sularını kördüğün bolsa adaş. Damlık ya? Ha, damlık bu da. Adaş, müştüğü bir kille. Burada? Vay bilim. Aha bilim. Vay, adaş.
2 gün görmesem vay bilim yo'q. Vay gapim qilmadi. 2 kun bo'lganmish bilimga og'rib qoldi. Adaş, ben size bilen ağrıkını taptırdım. Qanday adaş? Sen bana kesemde tutkumun var mı yok mu? Adaş vaqtim bor. Neni doktorlar topamam bilimdan ketganlar. Sen tara, ben yine bir ismi algan telefonu ya, mağlı vermezsem bu keselden sanılmaz sakın. Batılsın nima? Ha? Kishani qilaman qalamda. Ya adaş ya, lakin. Batılsını berib. Ya gapimni anlamaz. Ha, Vau, kara bilanın kesmeye kara. ha. Muşu telefon kelgan, qudul bo'lgan signal shu. Ha, signal Signallar da bir reaksiya ya. Muş belamni keltirib chiqargan. Shu muş telefonni menga bermasanglar butunlay saqib ketdi deyman. Reaksiya qilanda adashmish Tufan. Batılsını qanchalik bilasan? Unda Mababa shifoyi karomat Tufan. shifoyi karomat telefon. Ha, Motorola şirketini bilasan? Ha. Shu Motorola şirketini qarab. Men 2006-yilda oliy maktab o'qishdim, yangidan bazar solgan 3700 ko'ylab yangi Tufan. Ya adam bunda da telefonunu maqtab qilaversanglar, bu keselni hergiz saqlayamaysiz, hergiz. Men Batılsını saqayaman da. Ya ben kesel. Qaradash, men kesildim bal saqishda qarab. Batılsını men jumdum qilib qo'ygan bo'lsam, Tufan kelib chiqarib, baldirib, ammo ular bo'lsa, safarda sigir to'lab tutdim degida. Ay, hayatımda işbadaş ya. Yaşanmam saya qaraman. Vay işen. Adaş! 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 Bir narsadan davom etib, o'z oliy maktab chiqib qolgan bo'lsin, 3 yoshli kichik bolani qilmaydigan qilib. Rastlaysa, Adaş, biz yana qanday